Yig'lamang. Sizni hech kim sizga hech qanaqa jazo qo'llayotgani yo'q, hech qanaqa chora ko'rayotgani yo'q sizga. Ne yig'laysiz? Gunoh ish qilgan, ayb ish qilgan odamlar yig'lasin. Sizga yordam berishga keldim men. E'tiroz yo'q. Bizdan yordam sizga. Nazoratga olasan, pulunmasini, hammasini kakfolojni qilasan, donasiyangga hisoblamaysan. Noto'g'ri tushunma. Xolmat tashkilotda bo'lim boshlig'isan-da, suv sotish bo'limini boshlig'isan. To'lovini ham bo'yningga olasan, okey? Bular agar sug'ormasa, mo'ykada mashina yuvmasa, hammom bormi uyda? Yo'q. Hammomi bo'lmasa, o'zing nazoratga olasan. Bular to'lashga o'zini ya'ni nima deydi, ishtiyoqi borligi uchun счётчик qo'yib qo'yibdi. Imkoniyat cheklangan ekan. O'shaning uchun bitta pulomba zaifga payapkasiga yordam berasan. Kim bu sizga? Laylo. Rahmat sizga. Shu paytgacha chora ko'rmaganingiz uchun. Qiyin sharoitdagi xonadonlarimiz ham bor. Iste'molchilarimiz ham bor. Bu hammaga bir xil chora ko'rib ketaversak, savol javobimizga qiyin bo'lib qoladi kelajakda. Oradan beri me'yoriy hisoblanib 3 million 400 hisob kitob qilindi. Abonent o'zi 1 million to'lov qildi. Hozir opalari 700 ming to'lov qiladi. Qolgan to'lovini bir hafta mobaynida to'laveradi. Salom aka, assalomu alaykum. Viloyat suv inspeksiyadan ismim O'tkir. Sizni xonadoningiz ichimlik suvidan katta miqdorda qarzdorligi borligi uchun red tadbirga tushib qolgan edi. Shu red tadbir davomida biz kelib o'rgandik, sizga jarima rasmiylashtirmoqchi edik, tarmoqdan uzmoqchi edik. Opangiz bor ekanlar, mehmonga kelgan. Opaga kattakon rahmat, o'zingiz ham duo qilib qo'ying. Opangizni 700 ming pul to'lab berdilar, ichimlik suvidan qarzdorligingiz borligi uchun. Hozir bizdan hisob raqamini so'rayaptilar. Biz hisob raqamini aniqlab bularni telefonlariga yozib beramiz. Yashash joylariga qaytganlarida qolganini ham yopib beraman deyaptilar. Rahmat kattakon sizga. Bu ham silay rahim deydi-da, uni ham. Toshkent viloyati O'rta-Chirchiq tumanida suv inspeksiya xodimlari va suv ta'minot xodimlari bilan birgalikda kuchaytirilgan red tadbirlari amalga oshirilmoqda. Bunda ichimlik suvidan noqonuniy foydalanib kelayotgan va ichimlik suvidan foydalanish qoidalarini buzgan holatlar mavjud bo'lib, ularga nisbatan ma'muriy jarimalar rasmiylashtirilmoqda. Jumladan O'rta-Chirchiq tuman Yangi turmush MF binosi ichimlik suvidan foydalanish qoidalarini buzganligi aniqlanib, ma'muriy jarimalar rasmiylashtirildi. Bunday kuchaytirilgan red tadbirlarimiz davom etadi. 90ga kirdim, hali biror marta suv oqimidan qarzdor bo'lgan emasmiz. Qo'ni-qo'shnilarga ham doim aytib turaman, vaqtida to'lab turinglar. Har o'zimiz yuguramiz ichishga suvga. Shuning uchun vaqtida to'lansa hammamiz qiynalmaymiz. Bu yoqda ham albatta savol-javob bo'ladi. Suvni isrof qilayotgan, boshqa hammasini o'z o'rnida savol-javobi bor.